Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ichimizda bilaman mototsiklga qiziqadi, lekin hali minishni bilmaydigan do'stlarimiz uchun yangi mototsikl topib qo'yganmiz. Lifan KP200 modeli. Bu mototsiklimiz original bo'ladi. 200 kubali dvigatel bilan jihozlangan va oldi orqada tormoz baraban disk bilan jihozlangan. 100 kilometrga atiga 3 litr rasxod qiladi. Maksimal tezliklariga keladigan bo'lsak 100-120 ni tashkil qiladi. Raznashroki balonlar o'rnatib qo'yilgan. Lifan original kompaniyani mototsikli bo'ladi. Gulishtirlarning ovozlari juda baland va anchadan beri minib, lekin oldini ko'tarishni o'rganmoqchi bo'lgan akalar uchun ham eng ma'qul variantlardan biri, chunki bu oldini ham ko'taradi. 200 kuba bo'lgan bilan quvvati ancha baland bo'ladi. Pashti 400 kubali replikalar bilan bir xil yuradi. Endi hammani qiziqtirgan joyi narxiga keladigan bo'lsak, cho'ntay bob 30 million 250 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib xarid qilib olishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.